Hozirgi obyektimiz Chimyonda. Mana shu turgan terrasadan suv oqib ketgan. Pastki tomondan gidroizolyatsiyalarni qilib berdik. Bu yerda o'zi oldin gidroizolyatsiya qilgan paytda PVX membranani ishlatishgan ekan. Noto'g'ri qilinganligi sababli pastki tomonga suv o'tib ketgan. Hozir gidroizolyatsiyalarni qilganmiz, suv quyib tekshirilyapti. Xudo xolasa muammosi bo'lmaydi. Pastki tomondan ko'rsataman. Monolitda xuddi shu joylaridan juda ham ko'p suv oqqan. Mana bu ikkita lyustradan qishda suv oqqanidan muzlab polgacha yetgan ekan. Hozir suv o'tayotgani yo'q, tepa tomondan polnis suv quyilib tekshirilyapti. Primokaniyalarni polnischa choklarini gidroizolyatsiya qilib chiqqanmiz. Bu tomonlarda ham ochgan paytimizda namlanib turdi. Hozir muammosi yo'q. Qilingan ishlarga polnischa garantiya beramiz. Bu tomonlarda ham takja monolitda gidroizolyatsiya qilganmiz.